Bizni yo'nalishimizdagi logo turlari nomli katta mavzulardan biri haqida bugun to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Bu sizga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum yosh dizaynerlar va qiziquvchilar. Qarshingizda SG Design.uz va video darslikni boshladik. O'zi aslida logotiplar juda ko'p mayda qismlarga bo'linadi, lekin ularni asosiy 7 tur bilan ajratib olsak bo'ladi. Aslida ular 8 ta, oxirgisini keyingi videoda chiqaraman agar istasangiz. Har bir tur o'z o'rnida kuchli, lekin noto'g'ri joyda ishlatilsa natija salbiy bo'ladi. Keling, birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchisi, monogram, lettermark desak ham xato bo'lmaydi. Agar brend nomi juda uzun bo'lsa yoki harflar bilan mazmunli ramz hosil qilgan holatlarda ishlatiladi. Masalan, IBM, HP, NASA va boshqalar misol bo'la oladi. Bu kompaniya nomlari juda uzun bo'lgani uchun bosh harflaridan logo qilingan. Agar qo'shimcha va ko'proq ma'lumot xohlasangiz, albatta izohlarda yozib qoldiring. Ikkinchisi, watermark. Brend nomi asosiy logo sifatida olinadi va tipografik usulda dizaynlash orqali logoga aylantiriladi va hech qanday grafik ramz qo'shilmaydi. Masalan, Google, Coca-Cola, Sony Pictures va boshqa shu kabi kompaniyalarni misol keltirishimiz mumkin. Bu turdagi logoni tayyorlashda shrift tanlashga juda katta e'tibor berish kerak. Kompaniyaning ruhiyatini va xarakterini aks ettira olish uchun. Uchinchisi, pictorial mark. Simvol yoki belgidan iborat. Logoda asosiy o'rinni harflar emas, balki grafik belgi egallaydi. Apple va Twitter kompaniyalarini misol keltirishimiz mumkin. Ko'ringanidek, ma'lum bir predmetdan tashkil topgan, minimalist va zamonaviy uslubda tayyorlangan. To'rtinchisi, abstrakt logo. Ramz belgi sifatida real dunyodagi obyektni tavsif qilmaydi, balki shakl, chiziq va geometrik elementlar orqali brendning xislati, xarakteri va ruhiyatini ifodalaydi. Masalan, Adidas 3 ta chiziq orqali tog'ini tasvirlaydi, lekin u aslida yuk ko'tarish ramzi. Yana quyidagilar misol bo'la oladi. Beshinchisi, maskot logo. Brendni jonlantiruvchi personaj, hayvon, odam, robot yoki multfilm qahramoni asosida yaratilgan logotip turi. Bu ko'pincha brendni, xarakterini va kayfiyatini ifodalaydi. Bu turdagi logo hissiyotli bo'ladi. Masalan, kulayotgan, jiddiy, kuchli, mehribon va hokazo bo'lishi mumkin. Bu logo turi bolalar mahsuloti, sport klubi, fast food restoranlari, gaming kanallari va shu kabi soha yo'nalishlariga mos keladi. Bu turga KFC, Michelin va boshqalarni misol keltirishimiz mumkin. Oltinchisi, emblem logo. Logoda grafik ramz va brend nomi bir shakl ichida birlashgan bo'ladi, ko'pincha nishon tarzida. Bunga Ferrari, Harley Davidson kabilar misol bo'la oladi. Bu turdagi logo ishonchli taassurot beradi, lekin kichik o'lchamlarda deyarli ko'rinmaydi. Va mana 7-si, combination mark. Logoda tipografik element va ramzli grafik element birgalikda ishlatiladi. Bu turga Burger King, Red Bull va boshqa shu kabilarni misol keltirishimiz mumkin. Brend nomi ham, ramzi ham ko'rinadi. Bu yaxshi, lekin boshqa uslubga nisbatan ko'proq element ishlatilsa, dizayn murakkab bo'lib qolishi mumkin. Shunday qilib, logotipning har bir turi o'ziga xos. Eng muhimi brend xarakteriga mos turni tanlash. Umid qilamanki, video foydali bo'ldi. Albatta like bosib qo'ying va SG Design.uz kanaliga obuna bo'ling.
Keyingi videolar nima haqida bo'lishini xohlar edingiz? Izohlarda yozib qoldiring. Videoni tomosha qilganingiz uchun kattakon rahmat va ko'rishguncha xayr.